Xo'p, qaranglar o'rtoqlar. Bugun sizlarga payvandlash to'g'risida tushuncha berib ketaman. Xo'p, qarang, payvandlash ko'pchilik tushunmaydi. Payvand ust, payvand tag degan narsalarni. Qarang, payvand tag degani mana shu ko'chat. Ya'ni mana payvand tag. Payvand qilish uchun olingan tag qism. Mana bu yerdan chiqqan bo'ladi. Mana shunaqa yoshroq bo'lish kerak bu nihol. Endi bu hozir bu nokniki. Xo'p, mana shunaqa payvand tag bo'ladi. Ya'ni payvand qilish uchun mana shu qismdan xohlagan joyingizdan yerga yaqin qismdan aralab tashlaysizlar. Aralab tashlab turib, xuddi shuni ikkiga bo'lasiz. Hozir mana bu yoqda tushuntiraman sizga. Mana qarang. Mana. Xuddi mana shunaqa. Mana shu qismni xuddi mana ikkiga bo'lasizda, ikkiga bo'lib turib, endi bunga payvand usti olishingiz kerak. Payvand ust degani mana daraxtdan xuddi mana shunaqa qismdan kesib olasiz, sindirib olmaysiz, kesib olasiz, tekis qilib. Ya'ni bunda 3-4 ta kurtak qolishi kerak. Mana bunaqa joylarda kurtak bo'lishi kerak albatta. Shuning uchun ham payvand ust bu mana qaysidir daraxtdan yoki qaysidir o'sha o'simlikdan kesib olingan novda. Payvand tag bo'ladigan bo'lsa, mana tag qism. Xuddi mana shunaqa tarzda kesib olasizda, ikkiga bo'lib turib, nima qilasiz? Olgan payvand ustingizda mana masalan buni sindirib turaylik. Hapimiz endi daraxt. Xo'p, mana xuddi mana shunday tarzda kesib turib, buni postini olib tashlaysiz. Mana bu joydan postini olib tashlab turib, ingichka qilasizda, chunki buni kesgandan keyin o'rtasidan bo'lib yorasizda. Xuddi mana shu tarzda nima qilasiz? Buni pastgacha olib tushib turib, yorug'ni ichiga tiqasizda. Nima qilasiz? Keyin chiptalar bilan degan, endi bizni paket bilan o'rab tashlanadi. Paket bilan o'rab tashlanadi. Xuddi mana shu tarzda nima qilasiz? Siz payvand qilasiz. Hozir bu yoqda bo'lmagan birorta bizda payvand qilingan. Hozir mana shu yoqda ko'rgandek bo'ldim. Agar bo'lsa sizga hozir ko'rsataman deydi. Mana o'rtoqlar. Mana bu qurib qolgan ekan. Ya'ni o'xshamagan kadrlar ekan. Mana qarang. 3 ta 4 ta kurtak bo'lishi kerak. 1 2 3 4 ta. Xuddi mana shunaqa. Ko'rdingiz-a? Mana qarang. Paketda o'rab tashlangan. Nimaga? Chunki havo kirmasligi uchun ichiga havo kirmasligi uchun paketda o'rab tashlangan. Bu yoqda anaqa olcha pishib yotibdi. Yo'q, endi bilmadim nima payvand qilingan bo'lsa. Xuddi mana shu tarzda payvand qilish olib boriladi. Bittalari bilan bizni paket bo'ladi. Shuning uchun demak, payvand tag degani mana o'simlikning pastki qismi, ya'ni o'sha yerdan chiqqan qismi bu payvand tag. Payvand ust bo'ladi emas, mana bu novdacha, kichkina novdacha bo'ladi, payvand ust. Tushunarli? Bu qanaqa payvandlash? Iskana payvandlash. Kurtak payvandlashda qarang, o'simlikning kurtagi kesib olinadi. O'simlikning kurtagi, ya'ni o'sha bitta kurtak bo'ladigan bo'lsa, shu kurtakni posti bilan kesib olib turib, bu o'simlikni ham postini nima qilasiz? Bunday turib kesib turib, mana shundan kesib turib, kurtakda kesib olgan joyingiz bilan nima qilasiz? Mana shunga qo'yib turib, uni ham shu chipta bilan o'rab tashlaysiz. Endi shunaqa bo'ladi. Tushunarli? Nasdagi payvandga misol. Sog' bo'linglar o'rtoqlar, charchamanglar.